Uchtepa tumani 22-kvartalga kelganmiz. Shundoqqina ekipajli yonginasidan sotuvga uchmoqda 3 xonali kvartira. Yo'l yuzida joylashgan dom, g'ishtli dom, skvoznoy holatdagi 3 xonali kvartira. Qarang, lokasi juda ham yaxshi, avtobuslar parki ham mavjud. Bu xonadon 4-qavatda joylashgan, g'ishtli dom aytib o'tganimizdek, qarang, tashqaridan kirishimiz bilan bizni hol koridor qismi kutib oladi. Kiyim ilishga joylari mavjud. Uy kosmetik holatda kirishimizda o'ng tomonda birinchi xonasi joylashgan, ko'rish mumkin 3 xonali 70 kvadratli kvartira. Qarang, isitmalari mavjud. Shundoqqina yo'l yuzida joylashgan ekopark qarshingizda, qarang. Lokasi juda ham yaxshi. Bu tomonda navbatdagi xonasi uy skvoznoy holatda. Romlar esa akfa romlarda isitish tizimi mavjud aytib o'tganimizdek. Bu tomonda esa zal 3-xonasini ko'rishingiz mumkin. Qarang, xonalar katta-katta. Holatlari esa kosmetik. Uyda konditsioner, kir moshina hamda oshxona jihozlari qolyapti. Bu yerda hojatxona, ya'ni alohida bo'lgan, ko'rish mumkin. Bu tomon esa vanna, kafelar qilingan, holatlari yaxshi. Bu tomon esa oshxona qismi. Oshxona jihozlari ham qoldiriladi. Bu tomon esa ko'rish mumkin balkon, o'tiradigan joylargacha qilib qo'yishgan, tashqarida mana temir panjaralargacha qoplangan. 4-qavatda g'ishtlik dom. Narxi esa egalari tomonidan 75 ming so'ralmoqda. Albatta, ozroq kam bir qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashib boramiz.